Manavi fırtışkası, manavi kirarışdagi eshik. Eshik yopib ko'rsa. Manavi hammomda eshigi fırtışkası bilan ekan. Balki o ichiga endi qilar ekan. Manavi birinchi xona. Qanotli eshiklar. Ikki qanotli eshik, yonida roma bilan. Manavi keyingisi. Bu ham ikki qanotli, 3 ta rom. Manavi zaldagi 16 rom. Bu ham ikki qanotli eshik. Bunun ichida mana fırtışkası bor. Mana devorlariga tayinlabdi. Ertaga qolganlarini qilib, endi keyin qoqar ekan.